Bolam sağ bo'lsa bo'ldi. Agar kerak bo'lsa men jonimni beraman. Qancha vaqt qoldi? 1,5 oy vaqt qoldi. Qancha vaqt qoldi? 1,5 oy vaqt qoldi. 1,5 oydan keyin foydasi yo'q men. Hozir buni srochno operatsiya qilish kerak. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 2 noyabr yakshanba kuni biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumanining chekka hududi Uzumzor qishlog'idamiz. Akmaljon jigar sirroz 4-daraja bilan og'ir ahvolda. Haqiqiy haqdor, o'zi kasbi ustachilik bilan shug'ullanadi. Otasi ham, o'zini Akmaljonning dadasi ham insult holat bilan vafot etgan. O'zidagi hozirgi kasallik og'ir ahvolga kelib qolganligi sababli zudlik bilan Hindistonga jo'natish kerak bo'lyapti. 3 farzandning otasi bo'lgan Akmaljon oiladagi yagona boquvchi va oilaning ustuni hisoblanadi. Oila shu darajada haqdorki, Akmaljonning onasi o'g'lim shifo topib qolar degan umidda o'zining bilgan suralarini suvga dam solib shifo umidida ichkizadi. Akmaljonning ayolidan ham Alloh rozi bo'lsin. Farzandlarim otasiz o'smasin deb yelib yugurib tuman hokimligidan, Poshshopirim jome masjidlaridan imkon izlab yordam so'rab yuribdi. Bulardan bersalar chiqarganman masjidga, hokimiyatga. Va tekshiruv natijalariga ko'ra ayoli donorlik qiladigan bo'ldi. Hindistonda operatsiya qildirish uchun $28,000 talab etilyapti. Agar kerak bo'lsa men jonimni beraman. Allohga shak keltirmayman. Mana men tayyorman, ancha yashab qo'ydim, yashaganim yashadim. Bolam sog' bo'lsa bo'ldi. Sizlarga ham rahmat. Men gapirolmayman. Bolam bolalarini baxtiga sog' salomat yursa bo'ldi. Kimga farzand bag'rini ham ko'rsatmasin. Akmaljonning orzusi farzandlariga otalik qilib, voyaga yetkazib, to'ylarini ko'rib, uyli joyli qilishdir. Shu oilaga siz ham yordam bermoqchimisiz? Unda keling sababini qilishimiz kerak. Hozir shu videoga like bosasiz. Boshqalarga videoni yuborib qo'yasiz. Kommentariyada saxovatli insonlarni belgilab qo'yasiz. Inshaalloh 1-2 kunda operatsiyaga kerakli mablag' yig'ildi. Sizlar bilan uddaladik deyish nasib bo'lsin. Jigar seriyozlik. Keyin o'sha yangi yildan bir kun oldin keldim-da. O'sha 3-4 soat ichida ishib ketdim. Shu bilan borib yotdim. 10 kun o'nakka yotib davolandim, baribir davosi bo'lmadi. Endi bu kunda Toshkentga o'sha nimaga borsam, srochno operatsiya qilish kerak dedi. Hozir Qizilingach bilan o'sha qora taloqda ikkita tomir ishib ulanib ketdi. Dadamga yordam beringlar. Dadam sog'ayib ketsin. Ular sog'ayib ketsinmi o'g'lim? Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi, ha? Xudo xohlasa. Shu videoni ostiga shu oilaning karta raqamlarini joylaymiz. Sizlardan iltimos 5,000 mi, 10,000 mi baholo qudrat imkoniyatlaring darajasida ehson qilib yordam berishlaringizni so'raymiz. Va nomer qoldiramiz. Mana shu pastdagi nomerlarga bog'lansalaring, shu oilaning lokatsiyalarini tashlab beramiz. Insonning boshida har xil tashvishlar, mushkulotlar bo'ladi. Bundan hech kim kafolatlanmagan. Mana shunaqangi tashvishli, mushkul holatlar tushmasligi uchun ehson qiluvchi insonlardan bo'lishingizni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Hammalaringga e'tiborlaring uchun rahmat.